O'rtoqlar, bugun sizlar bilan qora jumadan olgan MAC yoki MAC kosmetikasini raspakovka qilamiz. Yultir kosmetichka, bitta tonalka, bitta baza, bitta ton uchun kistочка va bitta pomada. Pomadaning rangi hammaga to'g'ri keladigan nude. Yalt qiladigan kosmetichkani sovg'a qilishdi. Halyava, tak сказать. Birinchi bo'lib mana bu bazani yuzimizga suramiz. Shunda tonimiz yana ham ko'proq turarmish va po'ralarni bekitamiz. Men tonalkani quruq teri uchun oldim. Namlantiradi deb aytishdi. Meni terim quruq emas, normalniy desam ham shu sanga to'g'ri keladi, ko'p gapirma deyishdi. Ha, xo'p deb oldim, lekin to'g'ri aytishibdi, aldashmabdi qizlar. Tonalka uchun kistочкasiga gap yo'q, juda ham yoqdi. I recommend deydi-yu. Yuzimni yaqinroqdan ko'rsataman. Endi andozlarimizni davom etib, ochilishi ham qiyin bo'lib ketdi. Mana bunday tenlar bilan ko'zlarimizni shahlo ko'z qilib bo'yaymiz. Ko'zinglarni bo'yayotganingizda ozinglar обязательно mana shunaqa turish kerak. Aks holda andozinglar o'xshamaydi. Ko'zlarim shahlo bo'ldi-yu. Endi mana bunaqa kayal qalam bilan межресnichкani bo'yaymiz. Videoda ko'rsatganimdek qizlar, albatta tush suramiz. Ulama kipridagi veer bo'lmasa ham o'zbekmandek qizlar yaltirab turish kerak endi bu yuzlar. Yana ham effektni bo'lamiz. Endi navbat pomadaga. Men albatta kontur uchun qalam ishlataman, lekin maymuni po'pastiga qilib tashamaymiz qizlar. Это некрасиво. Mayli, endi men ketdim dozmol qilishga.